Endometrioz so'rilmaydigan kistalarni ham tabobat yechimini qilyapmiz o'rtoqlar. Aynan kista miyomuz so'rilib ketmaguncha biz siz bilan bo'lamiz. Borib tushuvdim, kistam 5,5 edi, 4,5 qolgan ekan, endi shuni issiqroq. Hayz siklini buzilishlarida, immunitet tizimini qo'llab-quvvatlashlarida umuman organizm zarar bermasdan tabiiy yo'l bilan birinchi kurashadi. Lekin ozroq shunga rozi bo'ling. Hozirgi kunda aynan yoshlar ham kista miyoma bo'lyapti. Men juda ham ko'p bemorlarni qabulimga keladi. Birinchi o'rinda sirazi borishadi, operatsiya qilish, boshqa narsalar deyshadi. Tabobatdan yechim topishmaydi. Oddiy bizda hozir kista miyoma, hattoki endometrioz so'rilmaydigan kistalarni ham tabobat yechimini qilyapmiz o'rtoqlar. Muhimi natija, bizda har bir bemorimiz kompyuterdan ro'yxatda o'tiladi. Mana siz bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, kompyuter bizda ro'yxatdan o'tasiz. O'zi qog'ozlari, qanaqa doktor qog'ozlari bo'lsa, hammasi bizda faylda turadi va siz natija olguningizcha biz kurashamiz. Birgalikda kurashamiz. To siz tuzalib ketmaguncha biz sizga xabardor bo'lamiz, qo'ng'iroq qilamiz, bog'lanamiz, xabardor bo'lamiz. Aynan kista miyomiz so'rilib ketmaguncha biz siz bilan bo'lamiz. Kista miyomadan bizda ajoyib natija chiqdi. Juda ham ko'pchilik natija bormi deydi. Men dengizdan tomchim eshitiraman sizlarga o'rtoqlar. Buni ko'rsatdim, eshitiraman nimasidan. Ichib yuraveraman. qarab tabassum qilib shunaqangi mehribon kelin Kecha sovuq qo'yyapman-da, senga bugun uyiga borib tushuvdim. Kistam 5,5 edi, 4,5 qolgan ekan, endi shuni issiqroq ichsam ham foyda. Kista 5,5 bo'lgan, 10 kun, 15 kun, 10 kun davomida ichganda o'sha 4,5 qolgan. Ya'ni bu dengizdan tomchi natija. Hozir natijalarni hammasini sizga tushuntiradigan bo'lsam, vaqt ko'p ketadi. Shuning uchun sizga tushuntirib berishim kerak bo'lgan narsalardan biri, bizda hozirgi kunda shunaqangi retsept qilganman. O'rtoqlar, Bahora degan mahsulot. Mana Bahora. Nima uchun Bahora bilasizlarmi o'rtoqlar? Bahora bu inson, ya'ni ayollarni organizmini bahor kabi yashnatadigan. Fasl orasida bilasizlar eng go'zal bahor hisoblanadi. Ya'ni organizmingizni bahor sari yashnatadi. Bahora retsepti, ana shtrix kodlari bor bu yerda, hammasi rasmiy hisoblanadi. Aynan bu retsept ustida kamida 2 yildan oshiq ishlaganmiz. Endometrioz, kista, miyoma kasali barchasi berganimizda juda ham zo'r natija bergan. Qaranglar, bahora nimalarga yordam beradi? Kista miyoma eroziya holatlariga va undan tashqi omillarga farzand ko'rmoqchi bo'lgan ayollar bo'ladigan bo'lsa, buni istaydigan bo'lsa, bemalol gormonal narxlarni ham, buqoqlarini ham to'g'irlab ketadi. Hayz siklini buzilishlarida, immunitet tizimini qo'llab-quvvatlashlarida, ayollar gormonal balansini barcha turlarida, bachadon tuxumdan faoliyatini qo'llab-quvvatlashlarda juda ham ajoyib yechim hisoblanadi. Bahora mahsulotimiz hozirgi kunda juda ham arzon, unaqa qimmat emas. Aynan doktorga mana 1 oylik nima qiladigan bo'lsangiz, doktorga 1 oyda 10 kun yotadigan bo'lsangiz ham 10 kunda kamida doktorlar 2-3 million pulingiz oladi va ular vaqtinchalik blok qilib qo'yadi kasalligingizni. Bu blok xizmatda umuman organizm zarar bermasdan tabiiy yo'l bilan birinchi kurashadi. Lekin ozroq shunga rozi bo'ling. Ozroq nima qiladi? Og'riq beradi. Xuddi tug'ayotgandek og'riq beradi. Unda nima qilishlarini biz aytib o'tamiz. Muhimi siz kista miyomadan natija ko'rsangiz bas. Kista miyomadan eng zo'r natijalarimiz juda ham ko'p. Mana Tabobat 08, Potakam.uz degan tepada saytlarini qo'yib qo'ydik va nomerlarini ham yozib qo'ydim. Bemalol kal sentrimiz bilan bog'lanib turib, aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, sizga ro'yxatga olib, kichik tabib retsept asosida sizga nima qilib beramiz? Buni tushuntirib, chiroyli qilib, kasalligingizni kelib chiqqan holatda sizga moslab ham beraveramiz giyohni. Qanaqadir bo'lsa, kista miyomizdan tashqari boshqa kasalliklaringiz bo'lsa, u kasalliklarga moslab turib, siz uchun mos giyoh ham qilib beraveramiz. Albatta, hozirroq murojaat qilishingiz mumkin. Albatta, bemalol murojaat call center, Telegram orqali, WhatsApp orqali yoki ijtimoiy tarmoq orqali ham bemalol telefon qilib, Telegramdan yozib, o'zingiz qog'ozingiz qanaqadir qog'ozlar biz tashlasangiz, doktorlar ko'rib chiqib, analiz qilib bizga berishadi va biz sizga o'sha natijani beramiz. Aynan siz qanday kasalliklar qiynayapti? Kommentariyada yozib keting. Bizni qo'llab-quvvatlab, kommentariyada shaxsiy fikringizni yozing, like bosing, tanishlaringizni ulashishni unutmang. Bundan ham ajoyib videolar bundan keyingilarda bo'ladi albatta. Siz qanday kasallik kutayotgan bo'lsa, opsiyada kommentariyada yozing. Siz uchun ham video qilib chiqamiz.